Xo'p, Sibirya o'simligining gultoshbarlarining to'q pushti bo'lishi A ga bog'liq ekan. Retitsev A och pushti. Xo'sh. Dukkaklarning yirik bo'lishi B ga bog'liq ekan. Xo'p. Mayda bo'lishi retitsev B ga bog'liq ekan. Xo'p, endi barglarda dog'larning bo'lishi D geniga bog'liq ekan. Dog'li barg. Retitsev D esa dog'siz barg. Xo'p. Trigamazigota gultoshbarlar to'q pushti, demak to'q pushti organizmlarda yozib olamiz. To'q pushti trigamazigota degani uchun gamazigota. Xo'p, mayda dukkakli. Dukkaklar mayda bo'lsa, demak retitsev B. Xo'sh, dog'li o'simlik dog'li bo'ladigan bo'lsa, dominant katta D. Shuni chatishtirishimiz kerak ekan. Trigamazigota gultoshbarlari och pushti. Och pushti gamazigota retitsev. Hop, yirik dukkakli. Dukkak yirik. Dominant B gamazigota. Hop, dog'siz o'simlik bilan chatishtirilibdi. Dog'sizimiz kichkina D, ya'ni retitsev D gamazigota. Chatishtirilganda bundan bitta gameta chiqadi. A, B, D gameta. Bundan bitta gameta chiqadi. A, B, kichik D gameta. Ota-ona organizmi gametalar mana shunaqa ekan. Endi chatishtirganimizda A, B, D, ya'ni trigetrozigota organizm chiqdi. Trigetrozigota organizm. Xo'sh, endi buni chatishtirilgandan olingan avlod barcha genlar bo'yicha retitsev gamazigotali o'simlik bilan tahliliy chatishtirilganda quyidagi natija olindi, deyapti. Demak, tahliliy chatishtirish o'tkazilganda ota-ona organizmni esdan chiqarmaymiz, chunki Krassingoverni aniqlashimizda bu kerak bo'ladi. Xo'p, shu organizm retitsev trigamazigota bilan tahliliy chatishtirish o'tkazilibdi. Demak, gameta oladigan bo'lsak, gameta olinadigan bo'lsa, xo'p, bundan 8 ta gameta chiqadi. A, B, D, A, B, kichkina D, A, kichkina B, katta D, A, kichkina B, kichkina D. Xo'p, shuni endi retitsev A bilan olaman. A, B, katta D, A, B, kichkina D, A, kichkina B, katta D, A, D. Bundan bitta gameta chiqadi mana. Endi e'tibor beramiz. Videoni pauza qilib, organizmlar sonini qo'yib olaman. Xo'p, mana organizmlar sonini ham qo'yib oldik. Endi bizda nima deganini topamiz. Xo'p, topshiriqni bajarish tartibi. Belgilar va ularni boshqaruvchi genni ota-ona genotipini yozing. Genlar. Xo'p. Genetika taklariga ota-ona gametalarini va avlodlar genotipini yozing. Xo'p, ota-ona nima genotipi demak? A, B, D. Mana bu ota-ona organizmdan chiqqan genotip deb olsak bo'ladi mana.
Xo'p, shuni marker bilan belgilab qo'yay. Mana chunki ota-ona genotipi bu-ku, mana katta A, kichik B, katta D. Xo'p, keyin mana bu ota-ona gametasini belgilab qo'yamiz. Bular umuman crossing overga uchramaydi, chunki ota-onadan o'tgan gametalar. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Crossing overga uchramagan bo'lsa, crossing overga uchragan gametalar qanday bo'ladi? Men bu yerdan tushuntirib beraman buni. Xo'p, normal gameta A, B, D bo'ladigan bo'lsa, xo'p, A, mana buni yozib olaman. B, D. Shu organizmda crossing overga uchramagan ekan. Endi crossing overga uchragani qanday bo'ladi? Ya'ni qo'sh crossing overga uchragani. Xo'p, yakka crossing over bo'ladigan bo'lsa, mana bu bittasi almashadi. Ya'ni A, B, D, D. Ya'ni mana bular yakka crossing overlar. A bilan B o'rtasidagi yakka crossing over. Xo'p, bunaqa organizmimiz qayerda bor? Mana 154 degan nimada bor. Organizmlarda sonida bor. Keyin A bilan B o'rtasida mana bu 166 da bor. Yakka crossing overlar. Xo'sh, endi shundan foydalanib biz A bilan D ni so'rabdi. Nazariy jihatdan qo'sh crossing over miqdorini aniqlang. Xo'p, bular yakka crossing over ekan. Nima? Bu A bilan B o'rtasidagi yakka crossing over. Endi B bilan D o'rtasidagi yakka crossing overni hisoblaymiz. Xo'p, A Xo'sh, yakka crossing over D bilan dominant D bilan recessive D ni joyi o'zgaradi. Recessive D va dominant D. Demak, mana bu gameta ham yakka crossing overga uchragan. A, B, D demak, mana bu tichkamdan belgilaydi, shuni ajratib tursin. Xo'p, keyin mana bu. Bular B bilan D o'rtasidagi yakka crossing overlardir. Endi qo'sh crossing over gametalari qanday bo'ladi degan savol tug'iladi. Qo'sh crossing overga oddiygina o'rtadagi genni almashtirib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, A demak, B geni recessive B dominant B bilan almashadigan bo'lsa, B geni hosil bo'ladi, D geni. Demak, mana bular qo'sh crossing overlar. Xo'p, bizada birinchi javobimizda savolimizda aytgan ekanki, nazariy jihatdan sodir bo'lgan qo'sh crossing over miqdorini aniqlang debdi. Nazariy jihatdan, demak, crossing overlar mana shular. Ya'ni A, B, D o'rtasida uchrayotgan qo'sh crossing overlar. Mana bizada A, B, D, ya'ni qo'sh crossing overimiz mana bu va mana bu. Xo'p, jami qo'shib chiqadigan bo'lsak 2000 ta organizm chiqadi. 2000 ta, ya'ni hammasini qo'shib chiqsak 2000 ta organizm chiqadi. Shundan 9 ga 11 ni qo'shadigan bo'lsa 20 ta. Xo'p, bunimiz 100% bo'ladigan bo'lsa, qo'sh crossing over foiz 1% ga teng bo'ladi. Demak, A imizning javobi 1%. Xo'p, endi e'tibor beramiz. B va D genlari orasidagi masofani marganidada aniqlang debdi. B va D genlari o'rtasidagi masofa. Xo'p, mana B va D o'rtasidagi crossing overlarni biz belgilab olganmiz. Xo'p, A, B, D gametalarini topamiz. Mana va mana. Ikkalasi. Xo'p, jami 2000 ta organizmimiz bo'lsa, shundan xo'p, 97 ga 83 ni qo'shadigan bo'lsak 180 menimcha. 83 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 90, 90 ga 90 ni qo'shadigan bo'lsak 180. Shunimiz 100% bo'ladigan bo'lsa,
bunga qancha deb topamiz? Menimcha 9% kelib chiqadi. 9 marganidaga teng ekan. Xo'p, bunimiz 9 marganidaga teng. Yana adashayotgan bo'lishi mumkin. Kalkulyatorga to'g'rilab hisoblab olasiz. Xo'p. Xo'sh, endi yana nimani so'raganda? A va D genlari o'rtasidagi masofani aniqlang degandi. Xo'p, buni B va D genlari o'rtasidagi masofani belgilab qo'yamiz, chunki A bilan B ni o'rtasidagi masofaga B bilan D ni o'rtasidagi masofani qo'shsak, mana bunaqa bo'ladi. A bilan B o'rtasidagi masofani B bilan D o'rtasidagi masofaga qo'shadigan bo'lsak, A bilan D o'rtasidagi masofa kelib chiqadi. Tushungan bo'lsangiz, demak, davom etamiz. A va D genlari o'rtasidagi masofani topishimiz uchun biza A va B genlari o'rtasidagi masofani topib olishimiz kerak. Xo'p, mana A va B genlari o'rtasida crossing over, mana A va B genlari o'rtasida crossing over. Xo'sh, 154 ga 160 ni qo'shadigan bo'lsak, xo'p, 6 ni bunga qo'shadigan bo'lsak, demak, jami organizmlarimiz soni 2000 ta edi. Shundan 154 ga 166 ni qo'shadigan bo'lsak, 320 menimcha. 320 100% ga qancha deb topadigan bo'lsak, xo'p, 16% kelib chiqadi. 16%. 16 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 25% A bilan D o'rtasidagi masofa. Xo'p, bu 25 marganidaga teng ekan. Yana hisoblashga adashgan bo'lishim mumkin. Hisoblab ko'rasiz o'zingiz.